Bu uyimizga 130 ming dollardan oshiq pul ketdi. Yevropani atmosferasini beryapti. Bitta onadan qaraysiz, 52 million turadi. Xolasangiz bu yoqqa, xolasangiz mana o'rtaga. Yaxshisi ravo ko'rgan odam shunaqa pul sarflaydi. Erinmayman. Ko'rsanglar ko'ringlar, ko'rmasanglar ko'rmanglar zo'r. Yunusobodda joylashgan Energy Hayot nomli obyektimiz. Uyimiz 100 kvadratdan sal oshiqroq, dizaynimiz haqiqiy minimalizm o'rtoqlar. Sizlar ko'rgan minimalizm emas, bu haqiqiy yevropeyskiy stilda chizilgan va xuddi shunaqa realizatsiya qilganmiz o'rtoqlar. Obzorni uyimizni eng qimmat joydan boshlaymiz. Sanuzel ketdi mana. Hozir men sizlarga bittalab qatkin nimaga ketgan tushuntirib o'taman. Mana sanuzelimiz Vashi shikarniy, menga eng yoqqan joylardan bittasi. Bittalar sanab o'tamiz. Kafilimiz Italiya, toza Italiya, Dekamart do'kondan olganmiz, Alisher akamlar. Butun kafil Italiyadan. Buni kvadrati adashmasam 120 dollar. 120 dollar. Bu alohida tema. Mana bu alohida tema. Mayda kafil 5 ga adashmasam 25 yoki 30 bo'lish kerak razmeri. Buni kvadrati 150 dollardan 180 dollargacha. Kvadrat metri. Quruq kafilli o'zi o'rtoqlar. Sanuzelimiz Polni Italiya, Germaniya bilan Ispaniya santexnikalari. Ko'rib turganingizdek dushoyimiz bor-ku, groy. Bu xrom rangi. Buni oddiy metalik rangi 25 million turadi. Xrom rangi 2 baravar 52 million turadi. Skidka va hokazo 3 ming dollarga bitta smistni mashina o'zining dushoy komplektatsiyasini olasiz. Mana mana shu dushoy перегородкamiz ham 450 bir 500 dollarga qo'yib ketishgan. Aksessuar qo'yishlari bilan birga. Keyingi etapga o'tamiz. Keyingi etap. Polniy groy installyatsiyamiz, knopkalarimiz xrom, alohida pul to'langan bunga. Gigiyenskiy mustaqabga обязательно har bitta detallarimiz hammasi groy brendi yoki italyan brendi bitta. Sushilka. O'rtoqlar, bu sushilka italyanskiy. Buni yaqinroqsiz, bu degani Marinelli degan nomlangan brend. Buni Marinellini hozir Google'ga yozsangiz, xrom rangi aytish bitirishini bir 20 milliondan oshiq chiqadi. Skidkasi bilan 1,5 ming yoki 1400 dollarga olingan. 7-8 dollarga mana shu gross visitlar olingan. Orqasidagi kafil alohida tema. Bu ham kamida 150-180 dollardan olganmiz 1 kvadrat metri. Bu oynani orqasi ham italyanskiy kafil xuddi shu yopishtirilgan o'rtoqlar. Stolishnicamiz chiroylikkina, mebelimiz tosh. Mana shu ham adashmasam ispanskiy chashi. Brendda portsolanosi bo'lishi kerak. Portsolanosi ko'plab eshitgan. Oyna zakas. Xullas, ko'ringlar, baho beringlar. Aytgan summamdan yoki 15% yoki 20% mana shu kichkina sanuzulga sarflangan o'rtoqlar. Juda ham bir Yevropani atmosferasini beryapti bu yerda. Haqiqiy Yevropa. Mana shu sanuzullar Toshkent shahrida. Mana shu sanuzullar kafili bilan, usti puli bilan, montaji bilan, mana shu dushoylari bilan, oynalari bilan adashmasam bir 18 ming chiziqcha 20 ming dollar atrofida mana shu 4 kvadrat ketgan o'rtoqlar. Yaxshisi ravo ko'rgan odam shunaqa pul sarflaydi. Kimgadir ko'p pul ishlatib qo'yibdi, unaqa qilsa bo'ladi, bunaqa qilsa bo'ladi. O'rtoqlar, pul sizlarniki. Xohlasanglar ishlatinglar, xohlasanglar ishlatmanglar. O'shanga birovning puliga xo'jayinchilik qilish hech kimning haqqi yo'q. O'rtoqlar, bu videomizni endi ko'rayotgan bo'lsangiz, eng tanishayotgan bo'lsangiz, ismim Azamat, shu yo'nalishda 10 yildan ziyod men ishlab kelyapman. Mana shunaqa eksklyuzivniroq, chiroyli, go'zal, mashinam Yevropaga qadar loyihalar biz realizatsiya qilamiz. Chizib beramiz loyihani, remont qilib beramiz. Bizda ancha bir foydali kontent yurib boradi YouTube kanalimizda ham, Instagramda ham. Yaqin podpiska tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Qaysidir kuni sizga foydali kerak bo'lgan ma'lumot chiqib qolishi mumkin video. Sizni qaysidir katta muammolar yoki qaysidir katta pullar saqlab qolishi mumkin. Esingizda tursa shu narsa, podpiska tashlash esdan chiqmasin. Davom etamiz. Minimalizm deganda skrytniy eshiklar inobatga olinishi kerak. Nafaqat skrytniy eshik, skrytniy plintus. O'rtoqlar, bu bir-biriga bir juda ham bog'liq elementlar. Kimdir skrytniy qiladi, hamda dehqonchasiga plintus qilib qo'yishadi. U bir-biriga umuman to'g'ri kelmaydigan narsalar o'rtoqlar, bu tavsiya berilmaydi. Mana hozir bu yerda haqiqiy estetika mana shu kvartirada hozir o'rtoqlar. Ko'zingizdan ko'rganingiz boshqa. Dajmanishli kafil ko'ryapsizmi? Italyanskiy kafil. Har bittasini stanokda kestirganman, bittalab yopishib chiqishgan kafillar. Чтобы dizayn bilan bitta bo'lish uchun o'rtoqlar. Bitta urinda laminat ispanskiy brend bo'lishi kerak. Bu uyda lekin umuman mesni mahsulot umuman yo'q. Maksimum nima? Gipskarton knaf profili bilan.
Qolgan hamma narsa Yevropa bu yerda. Voy, men mebelni qarang, men mebelni. Pasatman. Bu italyanskiy shpon Alpi brendi. O'rtoqlar. Buni mebelchilar tushunadi. Va qaysidir mijozda Alpi degan brend eshitgan bo'lsa, Italiyaning eng premium shponlaridan, eksklyuziv shponlaridan hisoblanadi o'rtoqlar. Kirib ko'plar yoki mebelga oyna qilib qo'yadi, yoki o'zimdan kelib chiqib joy yo'qligida eshik qilib qo'yganman o'zimda, lekin buni qaranglar. Salkam 3 metrli oyna, o'ziga yarasha, ya'ni qora profili bor, alohida zakaz qilib bo'yattirganman. Bu ham qanaqadir o'ziga yarasha chiroyli detal, qanaqadir ko'rkamlik beryapti. Chunki estetika bo'lish kerak bu uyda. Bu uyda hamma set rang, ko'kli rang qilingan, no qora detallar bor. Qora detal qayerda? Ruchka, dachklarda va shunaqa ramkalarga biza kichkina bo'lsa ham, mana shu detal qo'shib ketilgan. O'ziga yarasha qanaqadir vid beryapti bu narsa. Koridordan kirganimizda, ikki tarafga shkaf berganimizda, bu yerda hamma kiyimli. Lekin zo'r ishini qilib qo'yganmiz mana. Kir mashinaga joylashtirib olganmiz. Bu kir mashina 2 va 1 o'rtoqlar. Ichida ham yuvadi ham, qup-quruq beradi. Sushilki balkonga olib chiqib, osib qo'ymaysiz hech narsani, qup-quruq qilib beradi o'rtoqlar. Endi ichida hamma uyga kelib narsalar ochib o'tirmayman. Zo'r. Bu yerda hech qanaqa shum yo'q, ortiqcha shkaf yo'q. Hammasi primenka ishi, hammasi devor ichiga tiqib qolganmiz. Yo'l bitta uyda kirib ketamiz. Mana bu o'rtoqlar studiya xonamiz. Eng qimmat xonasidan mana shu eng qimmat mashina bo'lsa kerak. Ochiq qilganmiz. Bu yerda hech qanaqa перегородкamiz yo'q o'rtoqlar. Nima deydi, ko'zi og'ritib, xonani kichraytirib, yoqib yurgan qilib, televizordan ko'ra adashmasam bir 85 talik taqa qolibdilar mijozimiz. Ozod ekanlar. Ko'ryapsizlarmi o'rtoqlar? Uyda ortiqcha detal, ortiqcha aksessuar umuman yo'q. Hammasi kerakli bo'lgan detallar. Radiator qarang, cho'qlikni. Italiya bu. Adashmasam Irispimi degan edi. Nomini aytayotgan to'g'ri-noto'g'ri bilmayman. Italiyadan olingan bu. Kamida 1000 so'mdan olingan, 1000 dollardan donasi olingan. Batareyamiz. Uyimizda to'pli pol umuman yo'q. Uy egalariga to'pli pol umuman yoqmaydi. Azizlar, menga to'pli pol kerak emas, kamdir. Lekin uyim issiq bo'lsin dedilar. Dizaynerimiz, misol uchun, adashmasam bitta bashaq chizib qo'yuvdilar. Biz ozgina hisob-kitobini qildik, teplopatera oynani polgacha bo'lgani kattaligini. 3 ta batarey общий bo'ldi. Undan tashqari oynaning tagiga bu чисто injenerskiy taraflama, shu bo'lmasligi uchun napolniy konvektor bu hammasi через датчик, ventilyatorli, oynadan kelayotgan zaxni kesish uchun. Komil, lekin uyimiz lokatsiyasi ashi zo'r lokatsiya. Mana shu bitta ko'rib qo'ying, ko'rsatib qo'ying mijozlarimizga. Bitta oynadan qaraysiz, o'zbeki nima yoqadi? Yaxshi bir vidni to'g'rimi? Panoramli vid bilan oshdi, to'g'rimi? Mana osh turibdi, 5 qozon. Qorning ochdimi? Chiqib ketasan bemalol. 5 qozon O'rta Osiyo osh markasi reklama pul berishmagan menga. Lekin reklamaga muhtoj emas 5 qozon. Ko'rsatib ketaveramiz. Pardalarimiz ham vijir-vijir emas. Ko'ryapsizlar, bir dona parda jaluzi bilan quyosh to'sish uchun o'rtoqlar. Kuxnaga kiramiz. Kuxnani ham qarang. Juda kompaktni, juda ham simpatichni, juda ham chiroyli. Mana bu pazzakas. Hamma ham olmaydi bu bunaqa bichga, qimmat. O'rtoqlar, butun texnikamiz bo'sh. Fartukimiz italyanskiy tekamartda olingan kafilimiz o'rtoqlar. Mana shu kichkinasini bittalab, adashmasam 4 kun terdi. Bir dona kafilchimiz. Va hammasini italyanskiy zamaska bilan fukas bilan qilganmiz o'rtoqlar. Bu yerda uje hammasi Italiya, ko'rib turganingizdek. Toshimiz kvarts, smesitelimiz, moykalarimiz, groydan olganmiz o'rtoqlar. Ha, joyiga ko'rsatib ketdik. Uyimizda boylerimiz yo'q o'rtoqlar. Qanaqa recheyni qilganman, boylerga joy bo'lmagani uchun kotel katta olganman-da. Bu kotelning ichida o'zining boyleri bor. Adashmasam 42 litrli boyler. Suv tanqisligi degan muammo umuman yo'q bu yerda. Suv umuman uzilmaydi. Bemalol kuchi yetadi kotelga. Bitta pazudan yuvasiz, hatto cho'malas va rakini ishlatasizmi? Umuman muammo bo'lmadi va aytdilarki, uy egalari qishda hech qanaqasiga muammo bo'lmadi. Uyimiz issiq bo'ldi. Polimizni kafildan ko'rsatasiz. Bu ham italyanskiy brend. Men Ispaniyaga borganimda mana shunaqa mozaikali, dekorativniy kichkina kafillar ko'p terilar ekan aytdi o'rtoqlar. Mani nazarimda mana shunaqa effektni, mana shunaqa atmosferani berib turibdi. Mana shu uyga o'zi kirganingizda kamida yoki Ispaniyada yuribsiz, yoki bir chiroyli bir Italiyan qishlog'idagi otel kirib qolgandek bo'lasiz o'rtoqlar. Har bitta detal o'ylanib, har bitta detal o'zini fokusi bilan o'zini joy-joyiga qo'yib chiqqanmiz o'rtoqlar. Umuman beribat yo'q, laminat bilan kafillar. Shunchalik biz ishimizga, har bitta detalga katta bir ahamiyat bilan qaraymizki, millimetrdan zazori ko'ryapsizlar, bir-biriga stik. Ko'p joylarda bunaqa bo'lmaydi o'rtoqlar. Idealistik bir-biriga olib kelib, o'ynamagan ham, sakramagan ham. Bu o'rtoqlar vichishka.
Bu nimaga? Shu понятно nimaga? Havoni yuchish shu. Naryor ishlayotganimiz havo beradi. Oddiy tilda sizlarga tushuntirganda, ichishga havoni tortish uchun havo berish kerak o'rtoqlar. Havo berayotganda bu juda ham effektivni ishlaydi. Havo bo'lmasa qatdan nimani tortadi? Sasug'i turadi uyingizda. Qachon o'zgaradi? Bitta oyna ochasiz, pritok havo keladi-yu, ana o'shani havo alishganda sizga seziladi. A bu yerda bo'lsa, oynani ochmasdan bitta pritokka yoqasiz, beradi, ana bu yerdan tortib ketadi. Ovqat pishirishdan oldin 10-15 minut oldin yoqib qo'yasiz, ishoning, hiddan muammo bo'lmaydi o'rtoqlar. Uyingiz hech qanday sas ketmaydi. Kimdir shunaqa savol paydo bo'layotgan bo'lsa, kuxnyani buni zonasini ajratmabdi, ovqat pishirsa kuyib ketadi, kuygan hidi chiqadi va hokazo. Bunaqa bo'lmadi. Aytdim mijoz azamat, yaxshi bo'pti, yoqdi, ishlatdi, muammoimiz bo'lmadilar. O'shanga o'rtoqlar qimmat решение bo'lmadi o'rtoq. Ikkita motor qo'ydi. Bu yerdan rekuperator emas, katta agregatli, ya'ni 50-60 million narsa emas. 1,5 ming dollarga ishimiz bitib ketdi. Butun uyini aytolmasligi, butun uyini. 1,5 ming dollar ichida konteyner trubkalar ham bor. Esimda bor, bergan pulimiz. Bu skrytniy холодильник, ichini ko'rsatib o'tirmayman. Tushundinglar? Mikrovolnovka. Duxovkamiz bu yerda o'rtoqlar. Uy egasi, to'ysin. Okamlar, ozod akamlar menga posudomoy kerak emas dedilar. Aka qo'shib yuborish kerak dedim. Keyin uyimiz bitayotganda perdelka qilib, ziyon yetkazmasdan o'zlari yo'ntimizga qo'shib yubordi. Posudomoyga обязательно deb hammaga aytaman. Oxir o'zlari ham aytdilar, qo'shib yuborsak bo'lmaydi dedilar. Qo'shib yubordi xullas. Bitgan holatda qo'shib yubordi yana. Uy nisa bo'ladi, xazaykaga kerak bo'lgan hamma narsa bor bu yerda. Texnikadan boshlab рабочий zonagacha mana. Qancha рабочий zona kerak? Xolim qilasizmi, manda qilasizmi? Xullas hammasi bor. Lampalarimiz Zaraqumdan olingan, Nobodga yetib qo'yaman. Bu ham o'ziga yarasha европейский atmosferani berib turibdi, mana shu ikkita lampani o'zi ham. Xo'p, keyingi xonamiz o'rtoqlar. Bu xonani obzorini men datchikdan boshlamoqchiman o'rtoqlar. Uyimizda luchevой sistema qilganmiz. Luchevой sistema через kollektor uy отопленияsi ishlaydi. Nega ikkita datchik? Birinchisi konvektorga o'rtoqlar. Buni через telefon Wi-Fi dan olasizlar bo'ladi o'rtoqlar. Buni olib kelish shart emas, telefondan o'zidan ajratib olsa bo'ladi. Biz bunga yordam beramiz o'rtoqlar. Ikkinchisi batareynik. U mana batareya turibdi, chunki bu yerda to'pli polimiz yo'q. Kerak emas aytganimda aytdilar, to'pli pol ozgina diskomfort. Ko'rib turganingizdek shu napolniy konvektor. Ko'rib turganingizdek mana atmosfera turibdi, brat. Mazada. Ha, to'g'rimi? O'ziga yarasha, anu, настроение beradi moqchiman-da, ha? Yorug' svetlar yo'q. O'ziga yarasha направляющий svetlarimiz bor, galogenlarimiz bor. O'rtoqlar, bu xonaga kirib haqiqatan dam olasiz. Ortiqcha shum, ortiqcha sizni ko'z ortadigan detallar yo'q bu yerda. O'rtoqlar, rang-barang, balo-battar, mana shkop, kravat, tumba. Kvartiramiz общий hamma yog'i skrytniy plintus bo'lgan. Mana o'rtoqlar, realizatsiya qanaqa bo'ladi? Ishimizga baho berasiz. Skrytniy plintus bu degani devor как будто havoda turibdi. Mana shunaqa imitatsiyani beradi. Patologimiz esa как будто havoda osilib turganda effekti beradi. Parashit deydi buni. Profillarni ko'rib turibsizlar, devordan qochib turibdi. Как будто patolog havo turibdi, devor qotirilmagandek. O'ziga yarasha qanaqadir effekt, qanaqadir emotsiya beradi. Kimgadir bermaydi. Spaniyani chiqaman, chapti xonaga kiramiz. Ikkita xonani birlashtirganmiz. Deski bilan mijozimizning oilalar xonalari yonma-yon. Misol uchun bu zonani shu masha panel bilan ko'rib turganingizdek kaskadli mexanizm shu peregirodka bilan yopganmiz. Kerak paytda mana ko'rsatib qo'yish sizlarga. Bu mexanizm nimasi zo'r? Mana ko'rib turganingizdek birlashadi. Bemalol xolasangiz bu yoqqa, xolasangiz mana o'rtaga xolagancha foydalansangiz bo'ladi. Mana shu qo'yib qo'ysangiz bo'ladi o'rtoqlar. Tepagida hech qanaqa relsi yo'q, chang yig'maydi, kir yig'maydi, oyoqni urmaysiz, qirmaysiz. Zo'r. Ham mexanizm tepada. Minimalizm degani mana shunaqa ortiqcha detalimiz yo'q. Kirvatlarimizni ko'ringlar. Ozgina bitta shpon ishlatganmiz. Bitta ham xuddi shu narsa ishlatganmiz o'rtoqlar mana. Bolalar uchun foydalanish uchun dars qiladi, boshqa qiladi. Joy menimcha yetarli. Xo'sh o'rtoqlar, obzori ko'rdinglar. Bu uyimizdagi shu 120 ming dollardan 130 ming dollargacha pul sarflaganmiz. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar o'rtoqlar. Kimgadir xuddi shunaqa, даже bundan ham zo'r realizatsiya qilayotgan bo'lsa, kimga aloqaga chiqishni bilasizlar, bizga telefon qiling. Bosh og'ruvsiz, muammosiz bizga ish topshiring va xuddi shunaqa remont patkituj deganda yuqori sifatda qabul qiling.